Bugun yurtimizda bemor bolalarni sog'lom hayotga qaytarish uchun davlatimiz tomonidan izchil islohotlar olib borilyapti. Jumladan Respublika bolalar ruhiy asab kasalliklari shifoxonasida zarur sharoitlar yaratilgan bo'lib, bu yerda 18 yoshgacha bo'lgan bolalar nafaqat tibbiy muolaja, balki mehr-e'tibor va turli mashg'ulotlar orqali darddan forig' bo'lmoqda. Muassasada yurtimizning barcha hududlaridan kelgan bemorlarga serebral falaja, markaziy asab tizimining perinatal patologiyasi, spinal mushak atrofiyasi, autizm spektri buzilishi kabi xastaliklar bo'yicha tibbiy maslahat, reabilitatsiya va jarrohlik yordami ko'rsatiladi. Bir yilda bizda 12 mingga yaqin bemorlar ambulator davolanib, poliklinikada va 14 mingga yaqin bemorlar ro'yxatga olinadi. Bir yil davomida 4 mingdan oshiq bemor bolalar davolanib, kasalxonadan chiqariladi. Bir yillik samaradorlik ko'rsatkichi 97% ni tashkil etib, har yili biz reabilitatsiya usullarini yangilash ustida va kasalxona mutaxassislarining tajribasini yanada oshirish ustida juda katta ishlar olib boramiz. Konsultativ diagnostika poliklinikasi serebral falaj xavfi bo'lgan bolalar uchun erta aralashuvni ta'minlaydi. Bu yerda ular ambulator ravishda to'liq reabilitatsiya kursini oladi. Jumladan o'tgan yili 104 nafar bemor bolada serebral falaj xavfining oldi olindi. Shuningdek, poliklinikaning onalar va bolalar bo'limida onalar maktabi bo'lib, 5 yoshgacha bo'lgan bemorlarning onalariga o'z farzandini to'g'ri parvarishlash hamda reabilitatsiya ko'nikmalari o'rgatiladi. Psixologlar esa ota-onalar bilan ishlab, ularning ruhiy holati haqida g'amxo'rlik qilishadi. Bu bo'limda 3 yoshdan 5 yoshgacha bolalar keladi. LFK massaj, psixolog, logopedlar mashg'ulotlari bo'ladi. Bolajonlarimiz o'tirishni boshlaydi, emaklashni boshlaydi, yurib ketganlar ham ko'p bolalarimiz. Bolalarni natijalarini ko'rib, onalarni quvonchini ko'rib, o'zimizni ishimizdan mamnun bo'lib, yanada ko'proq o'zimizni ustimizda ishlashni davom ettiramiz. Shanba kunlar bizga shu bolalarni parvarish qilishni o'rgatadi, qay tarzda massajlar, qay tarzda LFKlar qilishni o'rgatadi. Uyda biz bular bilan shug'ullanishimiz uchun bizga turtki dars bo'ladi-da. Hammasiga minnatdorchilik bildiramiz. Muhim 250 o'rinli statsionarda tibbiy reabilitatsiya jarayoniga yangi zamonaviy va yuqori texnologiyali davolash usullari doimiy tatbiq etilmoqda. Jumladan joriy yil Krisav tayanchsiz robot apparati olib kelib o'rnatildi. Bu apparat O'zbekistonda yagona apparat bo'lib, robotlashtirilgan tayanchsiz harakat uchun javob beradi. Bolalar serebral falajdan keyin, bosh va orqa miya insultlaridan keyin hamda orqa miya travmalaridan keyin reabilitatsion jarayonlarni yaxshilashga yordam beradi. Suzish, sakrash, emaklash hamda yurish rejimlari bor. Bolada shu faoliyatlarni tiklab berishga yordam beradi. Shuningdek, bioakustik stimulyatsiya, transkranial magnit stimulyatsiya, biologik teskari aloqa qurilmalari, mashq qo'lqoplari, 5-avlod fizioterapiya uskunalarining amaliyotga joriy qilinishi aqliy va harakat tizimida zararlanish bo'lgan bemorlarda reabilitatsiya samaradorligini oshirmoqda. Oldinlari hamma vaqt birinchi berilgan savol bizga bolam yuradimi deb keladi. O'sha uchun bu bolalarni agar biz yurg'iztirib, LFKlar qilmasak, bu bolalar bizga yurishda esdan chiqarib qo'yadi bular. Suyaklarda mo'rtlik paydo bo'ladi. O'sha uchun hamma vaqt bularda harakat bo'lib turish kerak. O'sha mushaklarni tonusini pasaytirish uchun reabilitatsiya qilib pasaytirib turamiz. 6 yoshlik O'lmasbekni shifoxonaga 2,5 yoshda olib kelishganida ota-onasining umidi so'ngan edi. Ammo shifokorlarning mehri va mehnati tufayli hozirda uning aqli raso, o'zi yura oladi, gapira oladi. Shu bilan birga davolash jarayonlariga gidromassaj usulini tatbiq etish maqsadida 3 ta vanna olib kelib o'rnatildi. Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun esa respublikada yagona Fitolandiya nomli terapiya xonasi tashkil qilingan. Bundan tashqari serebral falajga chalingan bolalarni jarrohlik yo'li bilan tuzatishning yangi usullari joriy etildi. Natijada bolasining o'z oyog'i bilan dadil yurib kelganidan quvonayotgan ota-onalar soni ko'paymoqda. 1 yoshligidan beri shu yerga lecheniyaga olib kelaman. Sharoitlar hammasi yaxshi. Gapira olmasdi, yura olmasdi, o'tirishni bilmasdi. Birinchi lecheniyamdan o'tirishni boshladi, yeyishni boshladi, gapirishni boshladi. Operatsiyalar qilishdilar. Bitta qo'ldan ushlasam yuraydi. Davlatimizga rahmat. Shunday katta больница ochib qo'yib, shuncha bolani qarab, nevaram 4-5 yoshdan chetda mana 90% yaxshi yuradi. Operatsiya qildi. Rahmat shu xodimlar hammasiga. Ma'lumki, bolalar serebral falaji nafaqat harakat sohasida, balki intellektual tomondan va nutqda ham qiyinchiliklar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun shifoxonada o'qituvchilar jamoasi ishlaydi. Ular bolalarning intellektual va nutq rivojlanishini yaxshilash uchun turli logopedik, musiqiy, psixologik va boshqa texnik hamda dasturlardan foydalanishadi. Shuningdek, bu yerda 50 o'ringa mo'ljallangan maktab bo'lib, bolalar o'zbek va rus tillarida o'qish jarayonini to'laqonli davom ettiradi.
ta'limni uzluksizligini ta'minlash maqsadida shifoxonamiz qoshida maktab tashkil qilingan bo'lib, undan asosiy maqsad ularni o'quv yozish ko'nikmalarini shakllantirish, ijtimoiy moslashuvini ta'minlash va imkoniyat darajasida inklyuziv ta'limga tayyorlashdan iborat. Bemorlar ushbu shifoxonada uzoq vaqt davolanishini hisobga olib, nuqsoni bo'lgan bolalarga moslashtirilgan maxsus hordiq chiqarish maydonchasi va o'yingoh barpo etilgan. Bu yerda ular ba'zida og'riqli bo'lgan muolajalardan so'ng ko'ngilli hordiq chiqarishlari hamda sport bilan muntazam shug'ullanishlari mumkin. Asosiysi ushbu shifoxonada bo'lganimizda bolaning begonasi bo'lmaydi degan turma'no hikmat xalqimizning dunyoqarashiga chuqur singib ketgani va bugun bemor bolalarning davolanishiga davlat darajasida e'tibor qaratilayotganiga yana bir bor amin bo'ldik.